Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Irkutsk shahrida joylashgan tashlanib bino kelganmiz. Ya'ni bu bino qanaqa bino? Oldin ko'p yillar oldin baliq kapchonka ishlab chiqargan. Ishlamayotganiga ancha yillar bo'libdi. Bino o'zini ko'rishingiz mumkin. Tashlandiq holatga kelgan. Endi bizga binoni usti emas, bizga ichi qiziq. Shunday ekan, hozir bino ichiga kirib, nimalar borligini birga ko'ramiz. Qani unaqada ketdik. Mana binomizda hozir ichiga kirib ko'ramiz. Qani nimalar bor. Qulfini buzilgan deyishdi. Haqiqatan buzilgan ekan. Endi ko'ramiz, qani ketdik. Haqiqatan tashlandiq bino degancha bor ekan. Mana do'stlar, binoni ichiga kirib oldik. Bino ko'rishingiz mumkin hamma joyini. Juda ham tashlandiq holatga kelgan. Mana bu yo'llardan ko'ramiz. Manimcha bu yo'llarda oldin o'sha baliqlar pishirgan bo'lsa kerak. Pechkalar bo'lsa kerak menimcha. Ko'rishingiz mumkin ishlarni bemalol. Juda ham tashlandiq holatga kelgan. Bu yoqda menimcha graduslarni o'lchagan bo'lsa kerak. O'sha baliqda haroratini saqlab turgan. Menimcha men shunday deb o'yladim. Bu yoqda bilmayman, 1 2 3 ta 4 tagacha pechka bo'lgan. Menimcha o'zi bino o'zi katta emas. Menimcha shu kamerani olib chiqargan. Endi bu yoqlarni ko'ramiz. Yo'qda qulflab qo'yishibdi. Ochamiz, yo'q buni oxirroq ochamiz. O'sha bilmayman, bu yo'llarda kechqurun o'g'ri kelib turib avtomatlardan geçib ketgan bo'lsa kerak. Endi bu yo'lni ko'ramiz. Yo'llarda bilmayman, yo'lni nima qilishgani. Lekin kresllarni olib tashlashibdi. Endi bu yo'llarni ko'ramiz. Manzara bilmayman, juda ham dahshatli manzara. Ishqilib bironta odam va'da chiqib qolmasa bo'ldi. Bu yoqda bilmayman nimalar yotibdi, bu yoq oldin qanaqa xona bo'lgan bilmadim. Juda ham dahshatli manzara. Endi boshqa xonalarni ko'ramiz. Yo'llar menimcha bo'lgan. Mana bu yoqda seyf bor ekan. Menimcha bu yoqda ishchilardan o'zini saqlagan bo'lsa kerak. Oilalar turganmi? Balki pul chiqib qolsa-ya. Bu yoqda nima bor ekan? Menimcha bu yoqda tangalar saqlagan bo'lsa kerak. Shu bu gazetamikan nima ekan? Bu yangi. Demak, bunchalik ko'p bo'lmagan bunga. Endi bu yoqlarni ko'ramiz. Bu boyagi xona. Narxona davomi. Kresllar ishlatishga olib ketaylik deyman. O'zi eskiroq ekan. Qani bu yoqlarni ko'ramiz, nima bor ekan? Yo'q, bilmayman, bu yoq kichkina pechka bo'lganmi? Menimcha bu bani bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'rinishidan shunaqa o'xshayapti, yana bilmadim. Endi bu yo'llarni ko'ramiz. Bu yoqda nima bor ekan? Bu yoq shunday xonaga o'xshayapti. Bu yoqda pechka shu ekan. Bu yoqda mana pechkalar bor ekan. Menimcha o'sha baliqlarni shunday sizga shekilli. Chunki bu yoqda pechka 100% aytaman, uni yoqilgan, o'tinda yoqilgan. Chunki Irkutsk shahrida gaz yo'q, deyarli hech joyda yo'q. Tok va o'tin ishlatiladi. Shuning uchun ham menimcha bu yoqqa o'tin ishlatilgan. Gaz ishlatilmagani aniq ekan. Endi bu xonalarni ko'ramiz. Bu xona sal bo'lsa yorug'roq ekan, chunki bu yoqda quyosh turibdi bemalol nur. Bu yoq menimcha ofis bo'lgan shekilli, ofislar nima deydi? Shunaqa xona bo'lgan shekilli, chunki mana bu yerda dokument qo'yishga joylar bo'lgan. Mana bu narsalar yotibdi.
Ularda biz ichadigan choydan ishlar ekan, oddiy paketcha. Endi bu xonalarni ko'ramiz. Mana u eshikdan o'qimagan paytida men o'ylardim, nima ekan bu endi? Juda ham dahshatli. Bu yoq menimcha banya bo'lgan. O'zi ham ichma-ich qurilgan. Gap yo'q, banyasi salkam yangidek saqlanib qolgan. Agar ishlasa bemalol foydalansa bo'ladi. Endi bu xonani ko'ramiz. Bu xonada menimcha bu xona ham qanaqa ishchilar xonasi bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki mana bu yerda nima bor ekan? Bular menimcha ishchilar faqat menimcha cho'milgan shekilli. Chunki hamma joy banya bo'lib yotibdi. Bu qo'l yuvarilgan. Menimcha banyasi orqa tarafda bo'lsa kerak. Endi bu yog'ini ko'ramiz. Bu kiyimlar yangi, salkam yangi o'xshayapti. Menimcha oldin bu yoqda kimdir yashab ketgan. Endi bu yog'ini ko'ramiz. Bu yoq to'g'risini aytsam ko'rsatib bo'lmaydigan joy-ku. Bu mayli, 5 sekund bo'lsa ko'rsatamiz. Bu hojatxonasi ekan. Hojatxonani kafelarga lekin gap yo'q. Kafelarini yaxshi saqlashgan. O'zi yangidek bo'lib turibdi. Bu yoqdagi divan menimcha yasalgan o'zi o'z kuchini chiqqan. Mana bitta quti topib oldik. Menimcha bu sirli quti bo'lsa kerak. Aytarga qutichaning ichida nima bor deb. Hozir ko'ramiz, nima bor ekan. Tayyormiz. Bir anaqa tilla chiqib qolsa ham. Vau, vahshi kutmagan edim bunaqa narsani bor-ku. Umuman shunday narsani tashlab ketgan ekan. Vahshi qanday tashlab ketgan shunday qimmat narsani. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta qimmat narsalarni bu yoqqa tashlab ketmaydi. Ancha tashlanmaydi. Menimcha bunda televizorda chappa ko'rishni yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ham menimcha televizor chappa qo'ygan. Lekin mana ular rezervlari yaxshi saqlangan ekan, kabellari. Demak, bu yoqda kimdir vaqtinchalik yashagan. Yoki egasi ruxsat bergan bo'lsa, vaqtinchalik yashagan. Bu devorlariga lekin yaxshi qarashmabdi. Bu tashlanma bino Irkutskning eng baland joyida joylashgan. O'sha balandligidan ko'rsalar bo'ladi. Bu yoqda qo'ni shahar ko'rinib turadi. Irkutsk shahri qo'ni ko'rinib turadi. Hattoki mana bu yoqda ham baland cho'qqilar bor. Bu yoqlarda ham hattoki odamlar uy qurib tashagan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, bino hamma joylarini ko'rsatdim. O'zi jamlaga katta bino emas. Shuning uchun ham unchalik videom balki ko'p chiqmagandir. Asosan ko'rdik, chunki men o'ylaymanki sizlarga juda ham qiziq bo'ldi, chunki men o'zimga ham juda qiziq bo'ldi bu. Mana endi bu bino bilan biz xayrlashsak ham bo'ladi. Aytgancha buni podvali ham bor edi. Endi podvalini bir boshqa payt kirsak albatta videoga olamiz. Bu binoni o'zi menimcha bu shkaturka qilishgan, yo bu to'kilib ketgan, yo bo'lmasam chala qoldirishgan buni shkaturkasini. Lekin chiziq to'g'ri ketganini qaraganda menimcha chala qilib ketishgan. Yoki pulini berishmagan. Mana biz bino bilan xayrlashamiz. O'ylaymanki video qiziqarli bo'ldi. Shaxsan men uchun ham bu joyni ko'rish juda ham qiziqarli bo'ldi. Keyingi anaviga qolsa, keyingi safar agar podvaga tushadigan bo'lsak, albatta uni ham videosini ko'rsatamiz.